disklarimizni olib kelib oldik. Buni endi raspakovka qilamiz. Ochib, bemalol ko'rib, guvoh bo'lamiz. Birinchi bizda Mafia 2 turadi. Mafia 2 rangli manual, disk o'ta go'zal holatda. Ekstron obloshkasi bor. Keyin Fear. Bu ham juda kamyob o'yin. Poli instruksiya manuali bilan sal barmoq izlarini aytmasa umuman hech qilmagan zakovlik yangi release. Sonic the Hedgehog. Двухсторонняя обложка. Тянусь бар. Disk birlikda barmoq izini aytmasa ideal. Yangidek holatda. Keyingisi bu ham juda redki disk. Rangli manuali bilan ajoyib. Barmoq izlarini aytmasa tepqanga hamma disk deyarli yangi. Keyin The Darkness. Bu ham juda ham bu rangli manuallar bor ekan, dahshatli. Albatta zo'r. Demak bu yerda qanaqadir bukleti bor. Hop, disk yangi, prям yangi. Barmoq izi yo'q. Zo'r 5 mana shu diskka. Keyingisi topilish qiyin bo'lgan Armored Core Tour. Bu demak hop. Va bizda The Orange Box. Zo'r disk. The Orange Box. Kamyob disk. Barmoq izlari bor, lekin disk qirilmagan, chizilmagan. Mana bu menimcha Resistance manualini ichiga qo'shib yuborishibdi. Shunaqa gaplar. Lekin bu kamyob, juda ham kamyob disk. Endi bu yerda ko'p o'yinlar juda ham kamyob disklar hammasi. Disklar yaxshi, demak, disklar qolmadi. Ko'rib turganlaringdek. Demak, juda ham yaxshi xarid bo'ldi deb o'ylayman, chunki kamyob disklar, redki disklar bular hammasi qimmat turadi. Shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa like bosing, obuna bo'ling. Telegram ishga bu yerda. Bemalol savollar bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Videoni ko'rishuncha xayr, paka.